Assalomu alaykum diyorim to'rining ixlosmand ko'ruvchilar. Biz bugungi suhbatimizga Amerika Havay Universiteti Jamiyatshunoslik kasbining magistr aspiranti Zulfiqar Barat O'zboshni alayhi taklif qildik. Bizning bugungi suhbat mazmunimizga qiziqsangiz, diqqatingiz ekranimizda bo'lsin. Bu qitimki suhbatni Xinjiang bosh agim moda kiyim loyihalash ishlab chiqarish cheklik shirkati alohida qo'llagan. Zulfiqar Barat O'zbosh 1975-yili 8-oyning 3-kuni Oqsu viloyatining Uchturpan nahiyasida tug'ilgan. 1996-yili Xinjiang universitetining Jungo tillari fakultetini bitirib, Avtonom rayonlik davlat boj idorasiga o'rinlashgan. Zulfiqarning 13 yoshidan tortib hozirgacha ishlagan ma'naviy emgaklari Uyg'ur xattotlari, adabiy ijodiyat, adabiy tarjima, ingliz tili o'qitishi, ingliz tili tadqiqoti, psixologiya, falsafa, nutq ilmi, jamiyatshunoslik qatorliq sohalarga chetiladi. Adabiy ijodiyat jihatda hozirgacha 80 parchadan ortiq she'r, 30 parchaga yaqin hikoyasi e'lon qilingan. Adabiy tarjima jihatda musulmonlarning oxiratligi, o'lim ko'langisi, vafodorlik va qisos qatorliq romanlarni, polkovnikqa hech kim xat yozmaydi. Tunji muhabbat qatorliq 10 necha parcha mashhur chatal povestlarni, 100 parchadan ortiq hikoyalarni tarjima qilib e'lon qildirgan. Netizi Sardari qatorliq falsafiy kitoblarning selishtirma nusxasini ishlagan. U ingliz tili o'qitish jarayonida o'zgacha o'qitish usulini qo'llanib, o'quvchilarning qizg'in olqishiga erishgan. Har qaysi oliy maktablarda ingliz tiliga va boshqa sohalarga munosabatli temalardan oliy maktabdagi Uyg'ur o'quvchilarida saqlanayotgan psixikalik benormalliklarni tekshirish dokladi. Amaliyotdagi biz va ko'nglimizdagi biz qurayotgan tafakkur darxi qachonmi ko'klarsan. Ingliz tili va tafakkur qatorliq 50 necha maydon leksiya so'zlab, har qaysi oliy maktablardagi o'quvchilarning qizg'in olqishiga erishgan. Yaqinqi mezgillarda u yozgan va e'lon qildirgan Havaydagi kunlar, Uyg'urlarda kimlik krizisi, badan, moda va kimlik qatorliq maqolalari Uyg'ur jamiyatida va internetda zo'r ta'sir va iqim paydo qildi. U hozir Amerika Havay Universiteti Jamiyatshunoslik institutining magistr aspiranti. Assalomu alaykum Zulfiqar muallim. Bugun diyorim ekran orqali siz bilan paranglish oldi turganimdan intayin xursandman. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum diyorim to'ri ko'ruvchilari. Bugungi suhbat fursatida sizlar bilan yuz ko'rishganligim uchun intayin xursandman. Zulfiqar muallim, men buningdan 4 yil ilgari sizning darslaringizni anglash, leksiyalaringizni anglash, ham siz tuzgan Sarxush ingliz tili nomli kitobni o'rganish jarayonida sizning izlanishlaringiz, ideyangiz bilan az-to'la xabardor bo'lgan, ammo sizning yaqinqi 2 yillik o'qish hayotingizdan xabarsizman. Balkim diyorim ekrani oldida o'tgan barliq ko'ruvchilarmi sizning yaqinqi ahvolingizni bilishni xohlas kerak. Siz bugungi suhbatimizning boshlanish sifatida o'zingizning chet ellik o'qish hayotidan uchur berish bilan birga mushuni birlashtirib chet el o'qish hayotida o'zingizga eng ta'sir qilgan ishlarni so'zlab bergan bo'lsangiz. Men 2007 yil 6-22 kuni Amerika Havay Universiteti ijtimoiy fanlar instituti jamiyatchilik fakultetiga magistr aspirantlik bo'yicha 2 yillik o'qish qilgandim. Hozir men shu oliy maktabning jamiyatchilik fakultetida shaharlashish va kimlik temasida izlanyapman. Aslida men muqim idoram va kirmim va naytli bir yaxshi turmushda yashayotdim. 2005-yilning oxiri men o'zimga savol qo'ydim. Men bu ingliz tilini kurs etish uchun o'rgandimmi? Bu savol menga o'zim haqida qayta bir o'ylanish fursati ato qildi. O'zim haqida o'ylandim va hayotimni qaytadan bir isloh qilmoqchi bo'ldim. Shu fursatlarda men o'zim o'rgangan ingliz tilini foydalanib, Angliyadagi bir qism oliy maktablarga iltimos avatdim. Baxtki yarasha 2006-yilning 5-ida Angliyadagi ikki universitet, birisi Nottingham universiteti, yana birisi Angliya Kiel universitetidan menga chaqiriq keldi. Shu vaqtlarda men Angliyada o'qish tayyorligi bilan yurgan vaqtlarimda Jungoda qonunliq ishxonasi bo'lgan, Jungo hukumati qonunliq e'tirof qilgan Ford o'qish mukofoti haqida uchurga ega bo'ldim. Shuning bilan men Ford o'qish mukofotiga iltimos qilib, shu tirishchiligim badaliga hozir Amerika Havay Universitetida o'qiyapman. Navbatdagi o'qish ahvolim nihoyat yaxshi, lekin mening o'qishim bitmadi. İzninizlerim teha aldımda. Endi men Amerika Havay Universitetidagi o'qish va turmush hayotimni asliginimda bundaq bir qancha nuqta esim keladi. Albatta, ijtimoiy tuzumi, madaniyat asosi o'xshamagan ikki davlatni selishtirish va ikki davlatning ahvolini selishtirish oqilonlik emas. Men nega chiqsa shu yerni maqtaydigan, shu yerning yaltiraqlariga mas'ul bo'ladigan bundaq yengil taklifga qarshi. Men o'zim shaxs nuqtasidan chiqib,
Bana aşağıda ta'sir qilgan nuqtalarga birlashtirib, ba'zi qarashlarimni deb o'tay. Eng oldi bilan men u yerda o'qish va yashash davomida o'zimning kimligim haqida chunqur o'ylandim. Ya'ni kimlik ehtiyojim ro'shanlashdi. Nima uchun bunday deyman degan vaqtimda men eng avval siz kim degan savollarga nurg'un qadamlar duch keldim. Har qatim o'zimning milliy kimligi va o'zim haqida, Uyg'ur millatining madaniyati haqida so'zlagan vaqtimda men o'zimning millatim haqida bildiganlarimning, Uyg'ur madaniyati haqida bildiganlarimni cheklikni his qilib, qaytadan material ko'rdim. Demak, aşı müşqatimlik bir o'qish hayoti mening kimligim haqida men qaytadan bir o'ylanish fursati ato qildi. Mening kimlik ehtiyojim ro'shanlashdi. Odamning kimlik ehtiyoji o'zi yashayotgan topdan ayrilgandan keyin boshlandi. Biz o'zimiz bir yashayotgan ijtimoiy to'p ichida yashagan vaqtimizda o'zimizning kimligimiz haqida kamdan-kam o'ylanamiz. Masalan, men u yerlarda talla bozorlarga narsa sotib olib boraman. Restoranlarda yoki tiz tomoqxonalarda bo'lman. Shu chaqlarda men u yerning tomoqlarini ishonchli yemayman. Yani chiqimda dollar pul bo'lsa-mu, men talla bozoridan ishonchli go'y sotib olmayman. Shu chaqda men zodi kim deb o'zimning kimligi haqida qayta o'ylandim va shundaqla tanlab yeydigan, ilg'ab yeydigan bir qavmning a'zosi bo'lganligimdan intayin faxrlandim. Menga ta'sir qilgan birinchi nuqta shu bo'ldi. Ikkinchisi, men o'zimning madaniyatli bir qavmning a'zosi ekanligimni yana bir qatam his qildim. Masalan, biz mening yana bir Uyg'ur og'inam bilan biz talla bozorlarga boramiz, sayohatlarga boramiz, dengiz bo'ylariga boramiz. Shu chaqlarda biz Uyg'ur tilida so'zlashdik. Bir qatam Onun olayotgan Donkixot talla bozorida biz men do'stim bilan Uyg'ur tilida paranglashsam bir chet ellik kelib, "Nayt hayron qilib, sizlar fransuz tilida so'zlashyapsizlar" dedi. "Yo'q" deb kulimsirdik. U yana so'radi, "Sizlar ispan tilida so'zlashyapsizlar" deb so'radi. "Yo'q" deb javob berdik. Endi dunyo miqyosida ispan, fransuz tillari nayt yaqinlik anglanadigan chiqariq tillar doirasiga kirdi. Demak, ular bizning Uyg'ur tilimizni anglab, Uyg'ur til tavushdagi g'iy tavushlarini anglab, bizning tilimizni fransuz tiliga o'xshatgan. Demak, bizning tilimiz tavush ün nuqtasidan ular nayt yaqinlik ta'sir bergan. Shu vaqtlarda men nayt faxrlandim. Undan boshqa yana bunday bir qiziqarli ahvol bor. Biz men aspirantlar binasining 9-qavatida turman. Bizning qavatda bir kollektiv oshxona bor. Bu kollektiv oshxonada 30 necha chet ellik o'quvchi bor. Eng qiziqarli bir fakt shuki, bu yerda qochqumushni ertadigan qochqumushni kirni chiqaradigan sim jamba dasmal degandek bir narsa, buni endi maktab ta'minlab berdi. Bu narsalarni aşı oshxonadagi 35 o'quvchining ichida faqat malla ishlatmayman, qolganlar hammasi tomoq yeb bo'lgan qochini, sim jambini, ya'ni dasmalni bir-birini almashtirib ishlatadi. Men buni qarab o'tirib, har qanday bir Uyg'ur bo'lsa bunda qilmaydi deb o'yladim. Demakchi, madaniy kimlik jihatdan o'zimning madaniyatli bir qavmning a'zosi ekanligini yana bir qatam ro'shan his qildim. Bu menga ta'sir qilgan ikkinchi nuqta bo'ldi. Uchinchi nuqtadan men haqiqiy mayiblikning badanda emas, balki qalbda bo'lganligini his qildim. Bunda o'ylashimga bizning fakultetdagi mayib professor Robulyard apandi sababchi bo'ldi. Balkim diyorim to'ri ko'rurmanlari qarang'u inkor nazariyasini o'tirib qo'ygan Cambridge universitetidagi mashhur fizik Stephen Hawkingni bilish mumkin. Hawking u palach odam, so'zlayolmaydi, anglamaydi, ammo barbuni ishlatib, u qarang'u inkor nazariyasini o'tirib qo'ygan va Einsteinning olamning tortish qonuniga jang e'lon qilgan. Bizning fakultetimizdagi Robulyard muallimning ahvoli shu professor Hawkingning ahvolidan farqlanmaydi. Ya'ni bizning jamiyat fakultetidagi professor Robulyard 1999-yili mashina hodisasiga uchrab palach bo'lib qolgan. 3-4 yil nihoyatda jafoliq, azobli jarayonlarni boshdan kechirgan. Shu azobli minutlarda shu palach yetib, u palachning ahamiyati, mayiblikning ahamiyati haqida o'ylangan, izlangan. 2003-yilga kelgan vaqtida uning ayoli va ichki yordamchisi uning o'y fikrining maxfiy shifrini tepib, uni qaytadan dars munbiriga olib chiqishiga yordam bergan. Ya'ni hozir shu professorimiz Robulyard mayib turib, chaqliq o'rnida o'tirib, bizga dars so'zida ichki yordamchi o'quvchi uning o'y fikrlarini darsdan burun PowerPoint tayyorlab proxy apparatida bizga ko'rsatib berdi. Shu professor gap qilmaydi, ammo uning bilimi eng muhimi palash yetib, mayib yetib turib, palashning ahamiyati, mayiblikning ahamiyati haqida ilmiy iznisini olib berishi va jamiyat nuqtasidan bu temani yoritib berishi menda nihoyat chunqur ta'sir qoldirdi. Va shundaqla men haqiqiy mayiblikning banada emas, qalbda bo'lganligini yana bir qatam ro'shan his qildim. Va shundaqla inson kuchining cheksiz bo'lganligini biz o'zimizni qayta qilishimiz kerakligi, o'zimizni qayta qilsak, o'zimizning qiymatini qaytadan tunaydiganligimizni yana bir qatam his qildim. Men his qilgan 4-nuqta shu bo'ldiki, bizga o'qitish davomida ilmiy maqolaning talabi nihoyat yuqori. Men endi shu vaqtlarda o'yladim, agar maqola yozish davomida menda ingliz tili saviya bo'lib, ana til tafakkur bo'lmagan bo'lsa,
ana tilida puxta bo'lmagan bo'lsam yoki ana tildagi yozishlik iqtidorim yaxshi bo'lmagan bo'lsa, men nihoyat qiynalib ekanman. Men shu vaqtida bir tilni bilishning kifoya qilmaydiganligi va shundaqla ana tilini puxta bilishning, ana tilini davomli o'rganishning va shundaqla ana tilining qimmatini yana bir qatam ro'shan his qildim. Demak, til bilish bir ish, ammo tilga qo'shilib, ana tilda tafakkur puxta bo'lmagan vaqtida bizning izlanishlarimiz uzoqqa bormaydi. 5-nuqtani his qilgan nuqtam shu bo'ldiki, u yerda men ilmga bo'lgan hurmatni, ilmga samimiy muomala qilishni, bilgan narsani bildim deyishni, bilmagan narsani bilmadim deyishni o'rgandim. Tadqiqot axloqini o'rgandim. Eng muhimi u yerda Amerika Hawaii Universitetida men ko'rgan nihoyatda menga ta'sir qilgan kayfiyatlarning ichida tadqiqotga, ilmga bo'lgan hirsmanlik va talablarcha qizg'inlik bo'ldi. Men Hawaii Universitetining kutubxonalarida chamandonlar kitoblarni liq qachilab ketayotgan o'quvchilarni va boshqalar tadqiqot olib borayotgan savodoshlarimni ko'rdim. Ularning ashu ilmiga bo'lgan tadqiqot tutgan pozitsiyasi menga nihoyat ta'sir qildi va mening ilm va tadqiqot haqidagi qarashlarimni qaytadan bir yangiladi. 6-nuqtadan men u yerda umrlik muarif va shundaqla mangulik o'rganishning odamlarning kunlik harakatiga aylanganligini kundalik amaliyatimda ro'shan his qildim. 9-qavatda mening bir qo'shnim bor. Bu qo'shnim Kanadalik buvay, 60 yoshlik Don. Men dastlabda bizning oshxonada bu kishini, bu buvayni ko'rgan vaqtimda men uni biror o'quvchining dadasi o'xshaydi deb o'ylagan. Keyin bir qadamliq parangda uning geologiya fakultetida doktor aspirantligida o'qiyotganligini o'qib, nihoyat ta'sirlandim. Uning 3 nevrisi bo'lib, Kanadada yashaydi ekan. 2 bolasi Kanada Toronto shahrida xizmat qiladi ekan. Endi men undan so'radim, "Sen nima bu hayotingning oxirgi mezgillarida bu yerda o'qish xiyoliga kelib qolding?" deb so'raganimda, u dedi, "Men yosh vaqtlarimda pul topman deb, ishlayman deb o'zim yaxshi ko'rgan kasbni oxirigacha o'qimadim. Endi xotirjam bo'lib pensiya chiqqan vaqtimda o'zim qiziqqan geologiya kasbini umrimning oxirida o'simi yaxshiroq o'qilish maqsadida Hawaii Universitetiga bu yerga keldim. Men hozir doktor aspirantligining 3-yilga qadam qo'ydim" deb javob berdi. Bizning Hawaii Universitetida Donga o'xshash cho'ng yoshli o'quvchilarni qadamda bir uchratqili bo'ladi. Men aşı dematlik cho'ng o'quvchilarning vujudidan umrlik o'rganishning, umrlik ma'rifning kishilarning kunlik amniyatiga aylanganligini, shundaqla o'zligidan o'rganish va izlanishning odamning hayotini texnik mukammallikka ega qilganligini yana bir qatam his qildim. 6-dan men yana insonning ma'lum hayotning ma'lum pallalarida qanday vaqtda voz kechishni bilish, qanday vaqtda tavakkul qilishni bilishning zo'rligini his qildim. Bunday deyishimga sabab men Amerikaga o'qish menishdan burun nihoyatda yaxshi xizmatda, muqim maosh kirimda yaxshi yashaydim. Turmushim rahat edi. Ammo men u yerga chiqqandan keyin fikr qilishda va masalaga qarta ko'z qarashimni o'tirib qo'yishda bir yangi bir chiqish nuqtasiga, yangi bir muhokama nuqtasiga ega bo'ldim. O'zimning tavakkulchilik hayotimning arziydiganligini his qildim. Angliyaning mashhur filosofi Isaiah Berlin o'zining reallik tuyg'usi nomli kitobida mundaq yozadi. Sen reallikning vaqt manfaatini ato qilgan rahatlarga, o'tkinchi havaslarga aldansang, haqiqiy o'zingdan ayrilib qolsa-da. Bir insonda o'zga jang e'lon qiladigan va shundaqla ma'lum vaqtda voz kechishni biladigan ruh bo'lish kerak. Voz kechishning o'zi mag'lubiyat emas, balkim u vaqt kelsa, yangi bir erishishdan darak berishi mumkin. 7. Men Hawaiida o'qish, tadqiqot bilan shug'ullanish davomida yana bir nuqtani his qildim. U bo'lsa-mu, odamga yaxshi muomala qilish, odamni hurmatlashning shuar chaqiriq bosqichi to'xtab qolmay, kishilarning qalbida cho'nqur yildiz tatqanligi. Men avtobuslarga chiqqan vaqtimda avtobusning oldi tarafiga har qanday odamning tomoq chekishi qonun xilof deb yozilgan. Avtobuslarda o'qitish sinflarida tomoq chekish qat'iy cheklangan. Bizning bir indoneziyalik savodishimiz yotoq binosida tomoq chekib qo'yib $300 jarimani to'ladi. Mushunday ishlar menga ta'sir qildi. Biz o'zimizning salomatligini asrashni shuar chaqiriq bosib to'xtab qolmay, odamlarga yaxshi muomala qilish, odamlarga ko'ngil bilishni shuar nuqtasini to'xtatib qo'ymay, kundalik amaliyatimizda amaliy tirishchilik bilan o'rnashimiz lozim ekan. Men yozgi ta'tilda, qishlik ta'tilda kelgan vaqtimda ba'zi so'rovlarga daxil bo'ldim. Menga ta'sir qilgan burun his qilgan nuqta shu bo'ldiki, oz sondagi ba'zi kishilar ayrim xonada tomoq yeb o'tirib, bir qo'lda cho'ka, bir qo'lda tomokka, uyning kichikkin uyning ichi liq isiq to'shib ketgan. Men oya bilan buni selishtirgan vaqtimda nihoyat bir hayronlik his qildim. Albatta men bu gapni deyish orqali u yerni ko'tarib, bu yerdagi o'zimizning kishilarni cho'kirmoqchi yoki bu yerni tanqid qilmoqchi emas. Men demoqchi, o'zimizni asrashning, boshqalarni hurmat qilishning tunji qadami shuar chaqiriq bosqichi emas,
o'zimizning kundalik amaliyatimizda o'rindilishi kerak. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz Zulfiqar muallim. Odam garchi o'zi yashayotgan muhitdan yoki davlat chegarasidan olqib ketgan bilanmi, o'zininki madaniyat tavalligidan, madaniyat chegarasidan hargiz olqib ketolmaydi. Zulfiqar muallim, mening bilishimcha siz bu qitim qishki kanikul vaqtidan foydalanib, nurg'unlagan o'ttir maktablarda leksiya so'zlabsiz. O'zingizning o'rganish tajribasi ham Japonni yengishdagi kechirmishlaringizga birlashtirib, hayotingizdagi 5 burilish nuqtasini o'ttirib qo'yibsiz. Shunday qilib o'quvchilarga ular eng qiziqadigan nuqtalarni, ya'ni qiziqishni qanday bayqash, uni qanday parvish qilish ham kasbni qanday tanlash to'g'risida nurg'unlagan maslahatlarni beribsiz. Meningcha diyorim ekrani oldidagi ko'ruvchilarimizmi mushu nuqta siz bilan o'rtoqlashishni xohlis kerak. Mushularni bir anglab baqqan bo'lsak. Rahmat. Men bu qitim qishliq kanikul mezgilida Urumchiga kelganimda Urumchidagi 1-2 o'rta maktabda leksiyalarda bo'ldim. Leksiya so'zlash davomida men oliy maktab imtihon berish oldi turgan o'quvchilarning va to'liqsiz 3-yillik o'qiyotgan o'quvchilarning amaliy ahvoliga birlashtirib, o'zimning jafolarni qanday yenganligim, qanday o'rganganligim haqida ba'zi maslahatlarni berdim. Albatta, men texi izlanayotgan bir inson. Oldimda musofa uzun, yo'l jiroq, qilgan ishlarim to'limi cheklak. Men o'zimni nurg'un yo'llarni bosdim deb o'ylayman. Ammo men o'ylaymanki, bir odamning o'zi tushib tajribasi va amaliy kechirmishi bo'ladi. Aşı amaliy kechirmish, aşı tajriba shu yo'lni ma'moqchi bo'lganlar uchun ma'lum bir o'rnak yoki ma'lum bir maslahatni darak berishi mumkin. Shunga men tushunishlik ommabop qilib, o'rta maktab o'quvchilariga hayotimdagi jafolarni yengish davomida o'zim uchragan 5 burilish nuqtasini deb o'tdim. Buning birinchisi 12 qalam haqqi va 15 yosh. Yani ben 1990-yılı 15 yaş kirgan vaqtimda Aqsu gezida 2 parcha she'r e'lon qilib, shuning badiliga 12 yuan qalam haqqi erishdim. Hozirgi o'lcham bo'yicha qaraganda bu 12 yuan pul nihoyatda oz. Ammo shu vaqtda 12 yuan pulning menga bergan ilhomi intayin zo'r bo'ldi. Men o'zimning tirishchanligimning, izlanishimning hamon meva berdiganligini, tirishchanlikning yerda qolmaydiganligini tushundim. Dadammi o'ygilarni nihoyat xursand bo'ldi. Shu 12 yuan qalam haqqini olgandan keyin men kecha kunduz o'rganadigan, kitoblarni ko'radigan, burunqi tirishchanliklarim texnik kuchaydi. Demak, ash birinchi qatamliq kichikgina bir muvaffaqiyat menga nurg'ulg'an hayajonlarni, ilhomlarni baxsh etdi. Men uni mushu ishdan tirishchanlikning yerda qolmaydiganligini, bizdagi ajrning tegi oltin deganning to'g'ri ekanligini his qildim. Shuningdan keyin men oliy maktabning 1-yil qadam qo'yish bo'lgan orliqda 30 nacha parcha hikoya, 50 nacha parcha she'rlarni munosabatlik matbuotlarda e'lon qilib, o'zimning adabiyotga bo'lgan qiziqishida muayyan natijalarni balliq davrimda qo'lga keltirdim. Bu mening hozircha bo'lgan hayotimdagi men unutilmaydigan birinchi. Hayotimning ikkinchi burilish nuqtasi 21 yosh va roman tarjimasi e'lon qilish. Men oliy maktabning 3-yilligida O'lim ko'langisi nomli romanni tarjima qilib, 4-yillik kelganda dunyo adabiyotining 96-yillik 2-3 sonlarda e'lon qilishga muvaffaq bo'ldim. Shu vaqtda shu roman uchun menga 6000 yuan qalmoq kelgan. Albatta shu vaqtga o'lcham bo'shatgan vaqtida bu nihoyatda bir yaxshi pul. Eng qiziqarli yeri shu vaqtda bu romanning tarjima romandan chiqqanligi emas, menga 6000 yuan qalmoq kelganligi fakultetda bir g'ulg'ula bo'lgan edi. Men shu vaqtda yana bir qatim mundaq bir nuqtani his qildim. Har qanday bir ilmda o'zimiz shug'ullangan bir kasbda cho'qim jafoliq izlanish kerak ekan. Izlanmay turib, uningda ma'lum natijalarni qo'lga keltirish mumkin emas-ki. Men adabiy tarjima qiziqqan ekanman, uningda cho'qim jafoliq izlanishim kerak. Men bu nuqtani shu romanni tarjima qilish davomida ro'shan his qildim va mushu roman tarjima romaniga tayinib 96-yili xizmat o'rnini topdim. Shunga bu ikkinchi ish mening esimdan chiqmaydi. Mening hayotimdagi 3-burilish nuqtasi 1998-yili 3-oyning 8-kuni. Men shu ayollar bayrami kuni ingliz tili kursiga kirgan. Undan burun garchi azroq o'rganib boqqan bo'lsam, ingliz tilida mening savodim yo'qdi. Shu kundan boshlab 9 oy men berilib o'rgandim. Bu jarayonda ba'zi 7-8 soat, ba'zi 10 soatlab o'rgangan chog'larim bo'ldi. Ingliz tili mening hayotimdagi bir huzur nuqtasiga, bir lazzatga aylandi. 9 oy o'rgangandan keyin men ingliz tili sinflarini ochdim. O'zimga xos o'qitish usuli, o'zimga xos o'rganish usuli ustida izlandim. Shu vaqtda men 1,5 oy kursdan chekingan, chunki men o'zimning fikrimni, o'zimning ideyamni qilib savolgan o'qish bilan toza xo'sham kelishmaydi. Shunday bo'lganligi uchun men o'zimga xos o'rganish usulini tepib chiqish maqsadida jafoliq izlandim. Misqiqinim shu bo'ldiki, til o'rganishda har bir odam bir xoslik demakdir. Har bir odam o'ziga mos kelgan o'rganish usulini tepib chiqish kerak.
To'rtinchisi, mening hayotimdagi menga ta'sir qilgan, hozir unutulmagan to'rtinchi nuqta 2000 yildagi qattiq tushkunlashish va uyqusizlik kesli. Men ashunday birilib qattiq yotgan vaqtlarimda ziyoda charchash tufayli 9 oy uyqusizlikning dardini tatdim. Uyqusizlik kesli odam o'ltirmaydi, ammo uyqusizlik kesli giriftor bo'lgan kishi o'zini o'ldirilishini o'ylaydi. Shunday tushkunlashgan, umidsizlangan vaqtlarimda men yana bir qatim hayotning qimmati haqida qaytadan o'ylandim. Tushkunlashganlarga hech yerda mukofot bermaydi ekan. Shuning bilan men qaytadan umidvor yashashning, har qanday mushkul ahvolda qolgandimi, umiddan voz kechmaslikning zo'rligini his qildim. Lekin bu to'limi jafolik jarayon bo'ldi. Bu uyqusizlik kesilini biror dori bilan davolag'ili bo'lmaydi. Buning uchun cho'qim sog'lom kayfiyat bo'lish va shundaqlar ro'ydan ayrimizning davomli tanishib turishimiz kerak. Men ashi davomlarda sog'lom yumorlarni qazdim, xotirladim. O'zim she'r yozalaydiganligim uchun she'r orqali ichimdagi hasratlarni haydadim. O'zim xat yozdim. Bu orqali o'zimning kayfiyatini va psixologik tangponligimni tanishdim. Bu davomda insonning hamon umidvor yashash lozimligini, dunyoni xushxuy odamlarning cho'kitadiganini his qildim. Germaniyaning filosofi Nietzsche shunday deydi: bir haqiqiy odamning ulug'ligi uning birla vaqtda ham chunqur azobga, ham yuksak umidga yuzlanganligida deydi. Bu nima degan gap desa, biz his qilgandek yurak bo'lsa, azoblangandek, biz tushkunlashgandek ishlar noyatijaq. Ammo biz azoblanish, tushkunlash bosqichi turib to'xtab qolsak bo'lmaydi. Azoblanganlarga, tushkunlashganlarga hech joyda mukofot yo'q. Biz qanday qilib o'zimizdagi passiv kayfiyatni aktiv kayfiyatga aylantirish va shu orqali o'zimizning yushurun kuchini qazib, umidvor yashab, o'zimizning hayotida bir kishilik qimmat yaratish haqida izlanishimiz lozim. Bu mening hayotimdagi 4-burilish nuqtasini his qilganim. Hayotimdagi 5-burilish nuqtasi mening Amerikaga o'qishga menishim. Albatta chet elga chiqib o'qish uncha cho'ng ish emas. Shundaqla mening hozirgi holatimni izlanishimning oxirgi pallasi emas. Ammo men bu qatimliq safar orqali insonning hayotining ma'lum pallalarida voz kechishni bilish kerakligi, tavakkulchilikning unchalik qo'rqinch narsa emasligini his qildim. Fikrimda bir qatimliq islohot bo'ldi. Men bu orqali o'zimni yana bir qatim ro'yxatni isloh qilish fursatiga erishdim. Men yuqorqi 5 burilish nuqtasini Urumchidagi ba'zi o'tir maktablarda leksiya so'yish davomida tilga olgan. Undan boshqa men yana qiziqish va kasb tanlash haqida to'xtaldim. Qiziqish to'g'risida to'xtalgan vaqtimda men o'zimning hozirgi izlanishlarim butunlay qiziqishning mas'uli. Men she'r yozishni o'zligimdan o'rgangan, adabiy tarjimani o'zligimdan o'rgangan, ingliz tilini o'zligimdan o'rgangan, xattolikni o'zligimdan o'rgangan. Ondan keyin hozir men jamiyatshunoslikni o'qishdan burun jamiyatshunoslik kasbini o'zligimdan o'rgangan. Qisqasi men o'zligimdan o'rganishning ta'min etadigan odam. Ammo men eng avval o'zimning qiziqishni baldu bayqagan, baldu parvash qilgan. Men tabiiy fanda yaxshi emas. Undaq bo'lgan ekan, men cho'qim o'zim qila oladigan nuqtalar haqida izlanishim kerak. Shunga men balliq davrimdan boshlab nihoyatda jiq kitoblarni o'qigan, hozirmi kitob o'qishni to'xtatib qo'ymadim. Men demakchi, inson hayotida bir odamning o'zining nimaga qiziqadiganligi va bu qiziqishning qanday unum beradiganligini balduroq bilish, qiziqishni parvash qilish, qiziqishni qizish nihoyatda muhim narsa. Shunga men agar yarim to'g'ri ko'rmanlar orasida mushundaq yosh o'smirlik yashida yashayotgan mushundaq ko'rmanlar bo'lsa, o'zining qiziqishi haqida balduroq o'ylanishni, qiziqishni parvash qilishni va qiziqishni hurmatlab, amaliy tirishchilik harakatiga o'tishni tashabbus qilaman. Men bu qatim Urumchidagi bir o'tir maktabda leksiya so'zlaganimda, oliy maktab imtihonini bir shalto'g'an o'quvchilar mendan qanday kasbni tanlash haqida maslahatini so'radi. Albatta, o'quvchilarning qiziqishi o'xshamaganligi uchun men muayyan bir nuqtadan chiqib turib, bundaq narsani o'rganinglar desam, bu toza muvofiq bo'lmaydi. Shunday bo'lgan ekan, men ijtimoiy fan o'qiyotgan, tabiiy fanni o'qiyotgan o'quvchilarning qiziqishini birlashtirib, o'xshamagan maslahatini berdim. Men demakchi, bizda nurg'unlagan, tirishchan, talant o'quvchilar bor. Shularning nurg'unlari o'zi qiziqqan kasbga yoki muayyan o'zining qiziqishini joriy qildira oladigan, o'zining talantini joriy qildira olgan kasblarga kiranmay, jabr tatmoqda yoki o'zining qiziqishini, talantini nobud qilmoqda. Shunga kasbni qanday tanlash bek muhim. Shundan bir vaqtda navbatga realligimiz qanday kasblarga muhtoj, biz qanday kasblarni o'rgansak, texnik qimmat yarata olamiz degan masala ustida o'ylanish zarur. Men ashyoning amaliy ahvoliga birlashtirib o'tirib, navbatga realligimizda injenerlik kasblari, tabiiy fan kasblarining ichida elektr injenerligi, mexanik injenerlik qatorliq kasblarda o'qish kerakligi haqida ba'zi o'quvchilarga maslahat berdim. Undan boshqa men yana ijtimoiy fanda jamiyatshunoslik, insonshunoslik, axloqshunoslik, shunaqla metodshunoslik qatorliq fanlarning bizda bo'sh soha ekanligi, bu sohalarda izlanadigan, o'qiydigan yoshlarning bo'lish kerakligi haqida ularga maslahat berdim.
Sizning aldingi yili mush mezgillarda Diyarim to'rida e'lon qilingan Amerika ro'jaklaridan Uyg'ur to'rchiligimizga nazar nomli maqolangiz o'qirmanlar orasida nihoyat yaxshi inkoslarni qo'zg'ab to'rdoshlar aro bas munozaraga sabab bo'ldi. Siz u maqolangizda intayin muhim bir nuqtani, ya'ni ilm sarxillari, ziyolilarningki ittifoqlashish, hamkorlashish masalasini o'tirg'a qo'yibsiz. Uningdan boshqa yaqindan beri Xinjiang madaniyati jurnalida e'lon qilayotgan bir yurish maqolalaringizda yangicha bo'lgan ilmiy metodlardan foydalanib o'tibsiz. Balkim shu nuqtadan sizning ilm ahllari va ziyolilar deydigan nurg'un yurak so'zlaringiz bo'lishi mumkin. Mushularni bir anglab boqqan bo'lsak, ziyolilarning ilm sarxillarining bir millatning mavjudligida va taraqqiyot tutgan o'rni intayin cho'ng. Ziyoli o'zining ideyasi va har qanday nuqtai nazarlar orqali millat a'zolarining ideyasini qidiqlab, ularga muayyan masalalarda maslahat berdi va ularni izlanishga yetaklaydi. Şuna ziyolilar ilm sarxillari ideya taqatqıçlardır, ilm taqatqıçlardır və ilmning hürmetini qilg'ichlardir. Bizdə uyg'oq fikrlik, sagak ziyolilar ilm sarxillari kirmang. Talantli kishilar nihoyat ko'p. Ammo men his qilgan bir nuqta shuki, bizda ilm ahllari ziyolilarda hamkorlik yangi ittifoqlik kamchil. 2005 yilning oxirlarida Xinjiang televiziya stansiyasi Madaniyat Bostoni programmasida Ziyolilarning burchi nomli suhbatda G'uljiluq mashhur pedagog Abduvali Muqit apandi mundaq bir gapni tilga oldi. Men uning bir yerini yoqtirmayman. U mening bir yerini yoqtirmaydi. Shuning bilan biz bir yerga kelmaymiz, bir-birimizni yoqtirmaymiz deb. Inson bo'lgan ekan, uning ma'lum kamchiligi, fikr jihatdan ma'lum o'xshamasligining bo'lishi intayin tabiiy. Biz o'xshamagan fikrlarga hurmat qilish, munozir axloq yetildirish prinsipi bo'yicha o'zimizning ilmni tutgan postimiz va o'xshamagan fikrga tutgan postimizni yana bir qatim dangsab ko'rishimiz zarur. Go'yo bizni to'g'ri fikr qilayotgandek, bizdan burun bu haqda boshqa kishi izlanmagandek yoki bizdan boshqa kishilarning qilayotgan ishlari ahamiyatsizdek his qilamiz. Ko'nglimizda bir-birimizdan o'zanga so'qashtiramiz. Bu haqiqiy ilm ahllariga, ilmning hurmatini qiladigan kishilarning haqiqiy o'lchamiga muxolif bir ish. Bu vaqtda ilm sarxillarining, ziyolining aktiv o'ylanishini va ilm cheyi, ilm sohbati qatorliq sohbatlarni ko'plab uyushtirib, o'xshamagan fikrlardan uchur elib, o'zini mukammallatishini umid qilaman. Ikkinchidan, bizning ziyolilarimiz, ilm ahillarimiz o'z shug'ullangan fanning nazariyasini cho'qim jiddiy o'rganish kerak ekan. Bizga nazariya degan gap kanchilab kirgan, biz nazariyani maslik, ko'zga ilmaslik usuli bilan unga muomala qilamiz. İngliz shunday deydi, har qanday bir millat har vaqt davrning oldida turman deydi ekan, u cho'qim nazariy tafakkurdan bir mutma ayrilmasligi kerak. Ammo biz nazariyani xato tushunib olgan yoki nazariya haqidagi o'qitishlarning ta'siriga uchrab, nazariya haqida yetarli tushunchaga ega emas. Shunga nurg'un izlanishlarimizda, yozgan maqolalarimizda chunqurlik kamchil, ilmiylik kamchil. Buning uchun nazariya o'rganish kerak. Men o'qiyotgan jamiyatchilik fakultetida o'zining shaxsiy hissiyotidan foydalanib, o'zining shaxsiy ta'sirotini yozib qo'ygan maqolalar hisob qilinmaydi. Ya'ni bu haqda mendan burun qanday odam izlandi, u nima dedi? Uning o'tirgan nuqtai nazari bilan mening nuqtai nazarim qanday farq bor? Men o'sha haqda chunqur o'ylanishim va mendan burun ajr sindirganlarning, mush nuqtai izlanganlarning fikrini bir-birlab aslab o'tishim, ularga hurmat bildirishim kerak. Ammo biz saqlagan bir masala shuki, muayyan bir temada izlansak, bu temada bizdan burun boshqa izlanib boqmagandek, biz insoniyat tarixida tunji qatim izlanayotgandek hissiyatda maqola yozamiz. Ma'lum kishilarning, shu vaqt izlangan kishilarning fikrlariga yoki ularning ismini atab ko'rishni ravo ko'rmaymiz. Bu ilm ahlilariga yot. Bu nuqtadan qaraganda biz nazariyani yaxshi o'rganib, maqolalarimizda nazariya aslashdan iborat bir nuqtani qaytishimiz kerak. Bu navbatdagi xalqaro ilmiy tadqiqot va ilmiy yuzlanishning asosiy talabi. Uchinchi nuqtadan men ziyolilarimiz, ilm ahlilari, ilm axloqi va ilm samimiyligi haqida qayta o'ylanib ko'rsmoq qilamdikan deb o'ylayman. Bunaq deyishimda bizda qisman doirada boshqalarning gapini o'zidan qilish, boshqalarning amriga hurmat qilmaslik hodislari mavjud. Men o'ylayman, bir odamning ilm tutgan postisi uning qanchalik ilgarilaydiganligi va qanchalik izlanishlarni qila olganligini belgilaydi. Shunga bilmagan narsani bilmadim deyish, bilgan narsani bildim deyish, bilmagan narsa haqida fikr bayon qilmaslik bu ilmga astoydil pozitsiya tutgan kishilarning qiladigan ishi. 4-dan tadqiqot metodi va ilmiy tadqiqot usullari jihatda biz xalqaroda eqiyotgan tadqiqot qoidasi haqida o'ylanib baqsak va ulardan o'rgansak deb o'ylayman. Hozir
G'arbda Uyg'urlar haqida tadqiqot qiziq bir nuqtaga aylanyapti. Uyg'ur madaniyati, Uyg'urlarning hozirgi yashash usuli, etnografiyasi, folklor haqida tadqiqotlar avj oldi. Ammo odamning ichini echib turgan bir fakt shuki, bizda mushaqdan nurg'un Uyg'ur ziyolilari yozgan kitoblar, amgaklar bo'lgan bo'lsa-mu, G'arb tadqiqotchilari Uyg'ur ziyolilarining amgaklaridan stat olmaydi, bulardan foydalanmaydi. Sababi uning ilmiylik kamchil yoki metod to'g'ri emas deb qaraydi. Shunday bo'lgan ekan, biz tabiiy ravishda navbatdagi xalqaro ilmiy maqola yozish qoidasi, ilmiy metodlar haqida astoydil o'ylansak va buni o'rgansak degan umiddaman. 5-dan yozilgan ilmiy maqolada cho'qim nazariya tatbiqlanishi, shu sohalik nazariya tatbiqlanishi va shu sohada burun qalam tavratganlarning ismi va nuqtai nazarlari aslab o'tilishi lozim. Bu navbatdagi ilmiy tadqiqotda qo'yilayotgan bir o'lcham. 6-dan men ziyolilarni, ilm sarxlarini navbatdagi mavjud masalalarga ko'z tiksa deb o'ylayman. Bunday deyishimda ziyolining qilayotgan ishi uning ideyasining, izlanishlarining tarkibiy qismi. Bizda hozir aydiz, ishsizlik qatorliq nurg'un masalalar mavjud. Endi ba'zi ziyolilarimiz, ilm ahlilarimiz o'rinsiz fikr qilyapti. Menimcha ziyolilar mumkin o'zining qurbati yer bergan doirada izlanishi, ma'lum masalaga javob berishda o'ylanishi lozim deb o'ylayman. Oxirida bu nuqtaga so'zimni Fransiya jamiyatshunosi Pierre Bourdieu'ning mundaq bir gapi bilan oxirlashtiraman. İlim egalari bilimning hurmati uchun ittifoqlashayli. Zulfiqar ma'lum, mening bilishimcha nurg'un kishilar sizni ingliz til o'qituvchisi va adabiy tarjimon deb bildi. Chunki siz Sarg'ish ingliz til tarbiyalash markazining qurg'uvchisi, shunday qilib Sarg'ish ingliz til nomli kitobning tuzguvchisi. Ayni vaqtda siz tarbiyalash markazini echish, shunday qilib shu darsligingizdan dars o'tish davomida o'zingizning ingliz til o'qituvchiligidan iborat mush kasbni intayin qizg'in suydiganligingizni, bu kasbga nihoyat qizg'in ishtiyoqingizning borligini suyunib turib tilga oladingiz. Bugun bir til o'qituvchisi bo'lish sifatingiz bilan ekran oldidagi barliq ko'rurmanlarimizga til o'rganishning muhimligi va uning ahamiyati to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz. Men ingliz tilini kasb qilib o'qimagan, o'zimdan o'rgangan. Menimcha til o'rganish davomida har bir odam bir xoslik demakdir. Ya'ni har bir o'rganuvchi o'zining mijoziga, xarakteriga mos qilgan o'rganish usuli ustida o'ylanishi va uni sinab ko'rishi zarur. Men o'zim xos o'rganish usuli ustida izlanib va mushning natijasi sifatida Sarg'ish ingliz tili, Jang'as qilgan Sarg'ish ingliz tili grammatikasi qatorliq kitoblarni tuzdim. U o'qitish va tuzish amaliyotini shuni his qildimki, odam o'zining qiziqishi bo'yicha o'ziga mos kelgan usullarni sinab ko'rishi zarur ekan. Mening qo'llangan usullarim o'zim adabiyot qiziqqanligim uchun inglizcha fransuz romanlarini selishtirib o'qish, so'z jumlalarni maxsus xotir tutib ratlash, ingliz tilidan temalarni chiqarib bu temalar haqida baldu tayyorlab qilish va o'zimning ovozini unalg'iga elish. Ondan tamga aynak qarab so'zlash va romandan kunda bir bat ko'chirish qatorliq usullarni qo'llangan. Menimcha yana o'rganuvchilar o'zining qiziqishiga mos kelgan boshqa usullar bo'lsa sinab baqsa bo'ldi. Endi mening ingliz tili o'rganish to'lqini davomida o'rganuvchilar orasida saqlangan bir ikki masala haqida to'xtalg'im kelyapti. Bizning til o'rganish jihatda ortiqchiligimiz bor. Ya'ni qarindosh millatlar Uyg'urlarning til o'rganishda ortiqchiligi borligi tilining yumshoq ekanligini e'tirof qiladi. Bizda german tilidagi ö tovushlari, arab tilidagi qi tovushi, fransuz tilidagi g'i tovushi, rus tilidagi j tovushi bor. Ya'ni men demakchi, biz nurg'un tillardagi murakkab tovushlarni kuchmay ravon talaffuz qila olamiz. Gap uning bizning qanday pozitsiya tutishimizda. Lekin bizda sijillik kamchil, izchillik kamchil, davomli o'rganishdan iborat iroda va jasorat kamchil. Yana bir nuqta shuki, nurg'un yoshlarimiz mod uchun til o'rganadi. Do'ramchiq bilan til o'rganadi. Bu amaliyotda vaqtni, zehnni isrof qilganlik. Ingliz tili o'rganishlar orasida mana ikki qutbchi kelishlar bor. Birinchi qutbchilar ingliz tilini muayyan mazgil o'rganib, undan hech qanday natijaga erishamay, undan so'yib ketganlar va so'yib ketish davomida mijoz turoqsizlashib, bu tilga qiziqmas bo'lganlar. Bu amaliyotda ashularning o'zining postisining xatoligi va qo'llangan usulning xato ekanligi, shundaqla sijillikning yo'q ekanligidan kelib chiqqan ish. Ikkinchi qutbchilar ingliz tilini bilib ma'lum bir bosqichga kelgan va qattiq hayajonlanayotganlar. Ingliz tilini bilib ma'lum mazgil kelganda odam bir hayajonlanish, o'zining faxrlanish hissiyoti kuchaydi. Ammo bu hayajonlanish uzrab ketgan vaqtida bu bir benormallik. Nurg'un o'rganuvchilar o'zlarining ingliz tilini bilib olganligidan qattiq faxrlandi va ba'zilar o'zining to'yib to'ymay, o'zining madaniyatini kamsitish, o'zining ona tilini kamsitish badiliga ingliz tilining va Amerika ingliz madaniyatining qurboniga aylanib ketmoqchi bo'ladi.
Undaq bo'lsa, bu to'limi xatarlik ish. Ya'ni bizdagi ingliz tili o'rganishdagi hayajon uzrab ketmasligi, ingliz o'rganishga maqsadimiz to'g'ri bo'lishi kerak. Yana bir nuqtadan nurg'un o'rganuvchilar ingliz tilini oxirgi maqsad, oxirgi g'oya qilib olgan. Shuni bilishimiz kerakki, ingliz tili bizning izlanishimizdagi oxirgi maqsadlarga yetishimizdagi bir ko'rik, bir vosita. Ammo u oxirgi g'oya emas. Biz ingliz tilini ko'rsatish uchun bir yerda sayat yetakchisi bo'lish uchun o'rganmasligimiz, undan foydalanib o'tirib, o'zimizning ovozini, o'zimizning madaniy meroslarini boshqalarga tushunish uchun tirishimiz kerak. Ingliz tili o'rganish haqida odamni afsuslantirgan shunday bir fakt borki, u bo'lsa-mu, garchi bizning til o'rganishda talantimiz, ortiqligimiz bo'lsa-mu, bizda hozirgacha ingliz tilida bevosita asar yozadigan odam chiqib boqmadi. Bu bir bo'shliq. Ingliz tilidagi, Uyg'ur tilidagi munavvar asarlarni ingliz tilga tarjima qilgan bunday odamlar chiqib boqmadi. Bu navbatda ingliz tilini bir qadar yaxshi biladigan o'qituvchilardan va ingliz tadqiqotchilardan kutadigan bir umid. Mush sahada biz izlanishimiz kerak. Bu mush davrdagi biz yoshlarning ingliz tili o'qituvchilarining zimmasidagi bir vazifa. Bundan boshqa ta'kidlaydigan yana bir nuqtam shuki, bizning oramizda nihoyat munavvar ingliz tili o'qituvchilari yetishib chiqyapti. Bu nihoyat yaxshi ahvol. Ingliz tili o'rganish to'lqinimi nihoyat yaxshi ketyapti. Hamda ingliz tili o'qituvchilari til o'tishlarga qolmay o'quvchilarga ijtimoiy bilim berishi va shundaqla o'zining universal safhasini o'stirishga ahamiyat berish kerak. Yalnız til bilish bilanla hamma masalani hal qilib bo'lmaydi. Men Amerika Havoy universitetiga borgandan keyin ko'chalarda ingliz tilini ravon so'zlaydigan tilamchilarni ko'rdim. Ularning ingliz tilini ravon so'zlab turib tilamchilik qilishi menga shundaq bir pokitni his qildi. Ya'ni quruq til bilishning o'zi uncha cho'ng ish emas. Muhimi kallada tafakkur bo'lish va shunday qanday qilib o'zimizning bildiganlarini qimmatga aylantirish va davomli izlanish. Shunga til bilish nihoyat yaxshi ish, ammo u oxirgi palla emas. Tilni vosita qilib turib qiladigan ishlar va vazifalar nihoyat jiq. Men bu qatim qish ta'tili kelganimda nurg'un o'quvchilar mendan chet elga o'qish mukofoti to'g'riliq so'rashdi. Albatta ingliz tilini yaxshi o'rganib, TOEFL imtihonlarini va GRE imtihonlarini bersak, o'qish mukofotlariga erishish ehtimolligi tug'iladi. Ammo biz hozirdan boshlab nihoyat puxta qadamlar bilan o'rganishimiz, ingliz tilini o'rganishni bir xil hayajonga yoki o'zimizning ko'z shupursiga aylantirib qo'ymasligimiz kerak. Chet el o'qish mukofotlari ichida ingliz tilini yaxshi o'rganganlarga, TOEFL imtihonidan GRE'dan yaxshi numr olganlarga berilish ehtimoli nihoyat yuqori. Gap bizning ash uchurlarni qanday egallashimiz, uchurlarni qanday qizishimizda. Oxirida mening deydiganim, biz ingliz tilini muayyan maqsad uchun o'rganishimiz kerakki, hargizmi u til o'rganishimiz oxirgi palla va oxirgi maqsadga aylanib qolmasligi kerak. Zulfiqar ma'lum, siz hozirgacha o'zligidan o'rganish va kitob o'qishni to'xtatmay o'tibsiz. Ma'lum nuqtadan aytgan vaqtda sizni o'zligidan o'rganishning mahsuli ham o'zligidan o'rganishning natijasini ko'rganlarning biri deb aytishga bo'ldi. Siz mushu fursatda keng do'stlarimizga kitob o'qishning zarurligi ham o'zligidan o'rganishning ahamiyati haqida so'zlab beramsiz? Men bu qatim qish ta'tilida Urumchiga qaytib kelib, kitob haqidagi bunday ikki xil postdan hayron qoldim. Birinchi xil postiyadagilar shuna qaraydi ekan, kitob o'qiganning foydasi yo'q deb. Men bundan to'liq ta'ajjublandim. Chunki o'zim kitob o'qiganning foydasini ko'rgan, kitob o'qishning qimmatini his qilgan va o'zimning bilimini qimmatga aylantirgan odam. Shunga men o'ylayman, kitob o'qishning foydasi yo'q emas. Gap kitobni qanday o'qish va qanday qilib uni o'rganganlarni qimmatga aylantirish masalasi. Yana bir qarashdikilar hozir yaxshi kitob yo'q degan qarashdikilar. Albatta men kitobxonlarni aylanib, yaxshi kitoblarning yana mavjudligini, ammo chap-chap bozorga ulgurish uchun chiqayotgan kitoblarning jiqligini his qildim. Bizda yaxshi kitoblar bilan axlat kitoblarni tunuydigan ko'z bo'lishi, esil nodir kitoblarni tunib yaxshi o'qishimiz kerak. Kitob o'qiydiganlar har xildir. Ba'zilar ish pish uchun o'qiydi, ba'zilar tadqiqot izlanish uchun o'qiydi, ba'zilar uni kitob o'qishni o'zining kundalik hayotining bir tarkibi qismiga aylantirib, uning ko'ngil ichish yoki o'zining ma'naviy hayotini betish maqsadida o'qiydi. O'qishmagan maqsadlarda o'qigan vaqtimda mayli qaysi maqsadlarda o'qishimizni qat'iy nazar, kitob bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatadi. Oldi bilan u bizni yushurun, unsiz tarbiyalaydi. Agar o'qiganlarimiz yaxshi kitob bo'lsa, anondan keyin boshqa kitob o'qish orqali biz haqiqiy tushunib kitob o'qisak, hazm qilib kitob o'qisak va o'rganganlarimizni amalga birlashtira olsak, u holda kitob bizning nurg'un savollarimizga javob beradi, bizning tushkunlikni saqlaydi, bizga tanqidiy o'ylanish fursati ato qiladi. Hatto ba'zida men shunday o'ylayman, kitob o'qishdan yaxshi esil kitoblarni o'qib erishgan fikrning huzuriga nurg'un boshqa vositalar orqali yetkazib bo'lmaydi. Buni shu kitobni o'qib, shuni his qilgan, tushungan odamlarla haqiqiy ro'shan his qilish mumkin. Unda bo'lsa kitob o'qimasak biz asta-asta chiraymiz. O'zimizning chirayotganligimizni tuymaymiz.
kitob o'qimasak, tabiiy holda kunlarni o'tishi ergishib, biz davrning keyinda qolamiz. Bizning avlodlarimiz cho'ng bo'lyotdi, bolalarimiz cho'ng bo'lyotdi, ularning nurg'un savollariga javob kerak. Ularning savollariga javob berish, o'zimizni chirtmaslik uchun biz kitob o'qishimiz kerak. Kitob o'qishning ahamiyati yo'q emas. Gap qanday kitobni tanlab o'qish, qanday o'qish va uni qanday qilib qimmatga aylantirishda. Endi o'zligidan o'rganish haqida to'xtalgan vaqtimizda biz shunday deyishga haqlımizki, ma'rif, maktab ma'rifi biz kutgan narsalarni bermaganda birdan-bir murojaat qiladigan yo'l o'zligidan o'rganish. Men burun leksiyalarda mundaq bir gapni to'liq qilatdim o'quvchilarimga. Ya'ni dunyoda eng yaxshi universitet qaysi universitet deb so'rasam, balla gangarab qoldi. Men shu zamonda aytdim, eng yaxshi universitet o'zligidan o'rganish universiteti deb. Nima uchun bundaq deyman deganda, o'zligimizdan o'rganganimizda biz o'zimizning qiziqishimizni parvish qilib, hayajon bilan, qiziqish bilan o'rganib, muayyan bir qalbdan bosib chiqamiz. O'zimizni muayyan bir qalbga boshqalarning idishiga majburlab tangmaymiz. Bu chaqda bizning qalbimizdan yushunib yotgan darvozalar ochiladi, biz o'zimizni qaytadan bayqaymiz. Amerika psixologiya birlashmasining ayni vaqtdagi raisi Karl Rogers o'zligidan o'rganishning unumi va qimmati haqida mundaq deydi. Dunyoda insonning harakatiga, insonni harakatga undaydigan bir xil o'rganish usuli bor. U bo'lsin o'zligidan o'rganishdir. Bugun biz o'rganish tipidagi jamiyat qurish, inoq jamiyat qurish tashabbusini o'tirib qo'yapmiz. O'rganish tipidagi jamiyat qurishning eng aqalli sharti jamiyat a'zolari orasida kitob o'qish qo'zg'ash, kitobni tushunib o'qish to'lqinini qo'zg'ash va shunaqla o'zligidan o'rganish to'lqinini qo'zg'ashdir. Navbatda bizning oldimizda o'zligimizni o'rganib qayg'uli bo'ladigan nurg'un ishlar, o'rgangil bo'ladigan nurg'un bilimlar bor. Gap bizning postimizda, gap bizning harakatga o'tmasligimizda. Hozir avat shaharlardan tortib yezdi qishloqlargacha to'r umumlashib ketdi. Bo'libmi cho'ng shaharlarda biz kundalik xizmat, turmush va aloqa davomida to'rdan faqat ayrilanmaymiz. Onun ustiga diyorimga o'xshash Uyg'ur to'rbatlari bizga nurg'un qulayliklarni olib keldi. Zulfiqar muallim, siz o'zingizningki Amerika ro'jaklaridan Uyg'ur to'rchiligimizga nazar nomli maqolangizda mushu haqdagi bayonlaringizni tilg'ab o'tgan edingiz. Siz endi chet elda ko'rib o'tganlaringizga birlashtirib, Uyg'urlar to'rininki roli va to'r axloqi haqida o'zingizning ko'z qarashlarini bayon qilib boqamsiz. Dunyo hozir umumiy to'r davri kirdi. Men Havay universitetida topshiriqlarni to'r orqali topshiraman. O'qituvchilarim bilan internet to'r orqali aloqa qilaman. Amazon.com qatorliq davlat to'r bekatlaridan yaxshi kitoblarni to'r orqali sotib olaman. Demak, to'rning rolini chetga qaqqil bo'lmaydiganligi, to'rning bir inson hayotida muhim o'rin tutganligini men ashaddiy hayotimdami esqib turiblik. Men ashaddiy turib, vatanga bo'lgan sig'inishimni, vatan haqidagi o'ylarimni diyorim qator to'r bekatlaridan ko'raman va shu orqali o'zimning qalbimdagi vatanni sig'inish tuyg'usi, musaffirlik tuyg'usiga tasalli bermoqchi bo'laman. Demak, mushadagi to'r bekatlarining, Uyg'ur to'r bekatlarining roli nihoyatda zo'r. Oldi bilan diyorim boshliq nurg'un to'r bekatlari Uyg'urlarning hayotida muhim rol tutib, uchurlarni vaqt-vaqtida yetkazib, nurg'un bilimlarni taqitib, o'zining avangard rolini yaxshi joriy qildi. Buni chetga qaqqil bo'lmaydi. Bu jarayonda nurg'un talantli, tirishchan to'r a'zolari o'zining tegishli rolini joriy qildi. Men aşağıda turib Uyg'ur to'rchiligining gullangan manzilini ko'rgan vaqtimda aytib xursand bo'laman. Ya'ni vatan sirdagi musafir qarindoshlarimiz mush to'r orqali vatan ichidagi qarindoshlarini tushunadi, o'zining hijron azobiga tasalli bermoqchi bo'ladi. To'r orqali mush vatanni tushunadi. Shunga bizning to'rga yozgan nasrimiz, to'rdagi har bir inkosimiz o'zimiz kutmagan oqibatlarni keltirib chiqardi. Abaytning aytib o'tgandek to'rning roli intayin cho'q buncha qaqil bo'lmaydi. Shundan bir vaqtda endi ta'kidlab qo'ygan bir nuqta bizning to'rdoshlar orasida to'r axloqi bo'lish kerak. Ya'ni men aşağıda turib, to'rdan aqto'g'a vaqtimda ba'zi munosabatsiz inkoslarning, boshqalarning shaxsiyatiga hujum qilib yozilgan inkoslarning nihoyatda salbiy ta'sir paydo qilayotganligini bayqayman. Biz sirtda azar yegan qalbimizga boshqalarni to'g'ri tillash orqali, boshqalarning shaxsiga hujum qilish orqali tasalli bersak bo'lmaydi. Bu nihoyatda axloqsiz, fazilatsiz odamning qilgan ish. Biz u yerda to'rning rolidan uchur uchun, ilim uchun, tadqiqot uchun foydalanamiz. Agar ijobiy roldan yaxshi foydalansak, to'rning bizga berdiganlari nihoyat cho'ng. Biz to'rning ijobiy rolidan foydalanaylikki, hargizmi to'r bizning achchig'imizni chiqaradigan so'rin bo'lib qolmasligi kerak. Ammo navbatdagi Uyg'ur to'rchiligimizda bir gavdik masalaning birisi shuki, to'r axloqini yetildirish payti keldi. To'rdoshlar to'rga maqola yozayotganlar, to'rda inkos yozayotganlar o'zining har bir yozayotgan gapiga ega bo'lishi va shundaqla ogoh, dana bo'lishi, o'zining inkosining qanday kutmagan oqibatini keltirib chiqarganligida o'yinish kerak. Chunki to'rga maqola yozish yoki inkos yozish havoga xatiydan o'xshamaydi. Uning izi qoladi, izni as qoladi.
uningga tikilib turgan ko'zlar bo'ladi. Shunga birsi tor axloqini yetildirish kerak. Har bir tordosh o'z yozgan inkosning, o'z yozgan temining kutmagan natijasi haqida o'ylash kerak. Ya'ni birisi biz torda ogoh bo'lishimiz, dana bo'lishimiz va o'sha bo'lishimiz kerak. Ya'ni tor bizga nurg'un narsalarni berdi. Biz o'zimizning amaliy harakat orqali davlat Uyg'ur tor bekatlarining qo'llashimiz, ularga yaqindan moslashimiz va shundaqla ogoh o'sha bo'lishimiz zarur. Zulfiqar muallim, bizning bugungi suhbatimiz nihoyat qizg'in ham ahamiyatli bo'ldi. Balkim ko'ruvchilarimiz xuddi menga o'xshashlar bugungi suhbatimizda nurg'un uchur va bilimlarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Men barliq to'rdagi ko'ruvchilarga vakolatan bugungi suhbatimizga qizg'in ishtirok qilib berganingizga chin qalbimdan samimiy rahmatimni bildiraman. Sizga rahmat, yarim ko'ruvchilarga rahmat. Sizning bundan keyingi xizmat, o'rganish va izlanishlaringizga utuq tilaymiz. Barliq ishlaringizda barkat yor bo'lsin. Rahmat. Men bugun suhbat taklif qilganimdan va yarim tor shirkatida o'zimning ko'ngilli so'zlarimni da'vogaligim uchun intayin xursandman. Mushu fursatni foydalanib, o'zim tuzgan sarxush ingliz tili qismidagi darsligini va jangga asqatgan sarxush ingliz grammatikasini yarim tor shirkatiga yodgor sifatida taqdim qilaman. Rahmat. Rahmat sizga. Yarim tor shirkatiga vakolatan yana bir qitim rahmat. Bizning bugungi suhbatimiz ekran oldidagi barliq ko'ruvchilarga tegishli manfaat va ma'naviy zoq ato qila oladi. Diyarim to'rining mo'l rangdor mazmunli sahifalari davomli sizning diqqatingizda bo'ldi. Diyarim to'rini ziyorat qilishni unutib qolmang. Xayr xo'sh, kelar soni ko'rishaylik.